Futbolchi yigitlar, sizlar yutdinglar. Qaddiylarni bukmanglar. Sizlar jahon chempionatiga chiqib, butun dunyoni O'zbekiston dedirdinglar. O'yinni boshida aytgan edik. Bu 90 ga 10. Uydagilaringiz naqd pul olishi uchun siz ham naqd pul yuborishingiz shart emas. Shuni bilarmidingiz? Uydan chiqmagan holatda Yubormobil ilovasini yuklab oling va yaqinlaringizga AQSh dollaridan naqd pul o'tkazmalarini amalga oshiring. Sizning kartangizdan rubl yechib olinadi. Uydagilaringizga esa AQSh dollaridan naqd pul bo'lib boradi. Hoziroq Yubormobil ilovasini yuklab oling va qulayliklaridan bahramand bo'ling. Futbolchi yigitlar, sizlar yutdinglar. Qaddiylarni bukmanglar. Abduqodir bechora yig'layapti. Yo, yig'lama. Sizlar yutdinglar. Sizlar jahon chempionatiga chiqib, butun dunyoni O'zbekiston dedirdinglar. Yutuq emasmi bu? 5 milliard odam ko'ribdi futbolni. Statistikaga ko'ra 5 milliard. Yutuq emasmi bu? Yutuq do'stlar. O'yinni boshida aytgan edik. Bu 90 ga 10. Tajribaga ko'ra ular favorit. Portugaliya jahon chempioni bo'lish ehtimoli ham bor. Taktikalarni qaranglar, o'yinni qaranglar. Ular shunaqa endi, nima tajribasi bor jamoa. Bizga birinchi chiqdi. Yutuq bu. O'shaning uchun har xil o'zimizdan tanqidchi yasab olib, o'zimizdan futbol eksperti yasab olib, har xil gapni gapirishga ehtiyoji yo'q. Keragi yo'q do'stlar. Tahlil qilsin, mutaxassislar gapirsin, qayerda qayerda xato bo'lsa o'rganilsin, ustida ishlaylik. Hammasi tan olyapti. Bizda ayt deyapti. Mana anaqani Kanavarani o'zi ham menda ayt dedi. Aytdim, men bo'ynimga olaman dedi. Ya'ni bu zo'r narsa. Va inshaalloh robbil alamin biz yutdik. O'shaning uchun aytdimki, qilgan nazarimni men qilaman. Bugun ikkita qo'yni mehr 20-20 ga atadim. Shu kunlarda endi qolganlarga yutsa faloncha qo'y deganlarga men bir narsa demayman. Lekin yutdi degan gapga qo'shilsa, ular ham shu qurbonlikni qilsin. Qo'shilmasa o'zi biladi. Biz o'lmadik. Biz ojiz qolmadik. Biz hisobda orqada qoldik. O'sha bitta golni hisoblasa bo'laverardi. Ko'zini yumorsa bo'lardi bitta gol. Bizni bolalarga yana bir shavq bo'lardi, o'yin yana ham qizirdi, zo'r bo'lardi. Demak, uroqlar ekanmiz biz. Dunyoni top 10 taligida turgan komandalarga gol ura olar ekanmiz. Ikkita o'yin o'ynadik, ikkitasida ham gol ura olar ekanmiz. Jahon chempionatiga munosib o'yin bu, birinchi debyut. Sportsmenlar juda yaxshi biladi. Birinchi marta ringga chiqayotgan, birinchi marta stadionga tushib, katta arenada futbol o'ynayotgan o'yinchilarni, komandalarni o'zi qovushmaydi. Birinchisida oyoq qaltirab qoladi, kaptan to'xtata olmay qoladi. Birinchi bu, ya'ni jahon arenasida birinchisi bu. O'shaning uchun to'g'ri tushunamiz.